Men Inveto maktabi bilan avvaldan ham tanish edim. Bugun esa meni Navro'z bayramiga taklif qilishdi. To'g'risini aytsam, maktabni faqat dars jarayonida emas, balki shunaqa haqiqiy muhitda bolalar, ota-onalar va o'qituvchilar orasida qanday ekanligini ko'rish men uchun juda ham qiziq bo'ldi. Eng birinchi sezilgan narsa bu yerda sun'iylik yo'q. Bolalar erkin, ochiq, o'zini bemalol tutadi. Kattalar bilan muloqotda hurmat va yaqinlik bor. Bu esa juda ham muhim. Bayram ham aynan shu darajani ko'rsatdi. Bolalar chiqishlari, umumiy vibe hammasi juda did bilan qilingan. Invento bu xalqaro maktab va u IB dasturi asosida ishlaydi. Bu yerda bolalar shunchaki ma'lumot yodlamaydi, ular fikrlashi, tahlil qilishi va o'z fikrini himoya qilishi o'rganadi. Bitta katta pluslardan bittasi kichik sinflardan boshlab har bir bolaga alohida e'tibor beriladi. Darslar davomida ingliz tili faol ishlatiladi. Shu bilan birgalikda rus va o'zbek tillari ham rivojlantiriladi. Menga yoqqan jihatlaridan biri bu yerda o'qish faqat dars bilan chegaralanmaydi. Sport, ijod, texnologiya 40 dan ortiq to'garaklar bor va bolalar o'zini turli yo'nalishlarda sinab ko'rishi mumkin. Shaxsan men uchun bu joy faqat maktabgina emas, bu kelajak uchun investitsiya.